Assalomu alaykum yurtdoshlar. Assalomu alaykum bizni kanalimizda kuzatib kelayotgan aziz yurtdoshlar. Jonlaringiz sog' bo'lsin, akalar, opalar. Bugun yana katta yangilik bilan chiqyapman. Yana bugun ish chiqarishda davom etamiz. Sizlarning poddershkalaringiz, sizlarning mana shu bosgan like, yozgan kommentariyalaringiz motivatsiyalaringiz uchun akalar, opalar. Ishimiz Sankt-Peterburgda bo'ladi. Ham erkak, ham ayol bemalol borib ishlasa bo'ladi. Va ko'pchilik vatandoshlarimiz yozyapti, O'zbekistondan, Tojikistondan, Qirg'izistondan kelib ishlasa bo'ladimi degan vatandoshlar uchun, ayniqsa sizlar uchun bo'ladi. Akalar, opalar, uje sovuqlar tushib boshladi, hammaning xabari bor. Uje bundan buyog'i faqat yomg'ir, qor shunaqa bo'ladi. Shuning uchun men inshaalloh sizlarni o'ylab, arzimagan bo'lsa ham akalar, mehnatimizni sizlarga tavsiya qilamiz. Ishimiz Sankt-Peterburg shahrida xlebobulочный zavodda bo'ladi akalar. Bu yerga ham erkak, ham ayol 18 yoshdan to 45 yoshgacha bo'lgan vatandoshlarimizni ishga taklif qilamiz. Akalar, opalar, bu ishni chiqargan edim. Opamiz Nazokat opaning nomerini qo'ygan edim. Nazokat opa ayni hol hozir otpuskadalar. Chunki ko'p vatandoshlarimiz kommentariyaga yozdi, javob bermaydi telefonni. Qanday boramiz, nima qilib boramiz degan vatandoshlarimiz uchun opamiz hozirda otpuskada. Shuning uchun hozir biz sizlarga menejer Ruskin nomerini qo'yamiz. Yelenani bemalol sizlar aloqaga chiqasizlar. 24 ga 7 ishlaydi telefoni. Aloqaga chiqib, biletingizni olasiz akalar, opalar. Sizlarni inshaalloh aeroportdan o'zlari ham kutib olmasa akalar, taksi zakaz qilib, hostelgacha olib yo'llaydi, olib boradi. U yerda sizlarga patentga pul yordam beradi, ishxona tomon. Akalar, opalar, patentga pul yordam beradi, faqat oyligingizdan ushlanib qoladi. Bu ham akalar katta yordam. Ana keyin akalar yana besplatna ishxona tomonidan usloviyalarini aytib o'taman. Usloviyalari ishxona tomonidan patenti cheklari har oyi 8000 rubl, bu tekin ishxona to'laydi. Registratsiya ishxona to'laydi akalar. Yotoqjoy ishxona va bir mahal pitaniya va trudavoy dogovor ofitsialniy akalar ishxona to'laydi. 3600 rubl smenasiga akalar, opalar. 3600 rubldan smenasiga to'laydi. Va akalar, ko'p vatandoshlarimiz nega kam deyishi mumkin, lekin akalar, bu kam emas. Siz hisoblab ko'ring, har oyi 8000 rubl patentingizni to'lovini, plus registratsiyangizni, plus yotoq joyingizni, plus trudavoy dogovor va pitaniyangizni akalar hisoblab ko'ring. Ko'p vatandoshlarimiz hozir trudavoy dogovordan deport bo'lib, yo bo'lmasa zapret bo'lib, yo bo'lmasa patent ola olmayapti. Hammaning daragi bor bundan. Shuning uchun akalar, men sizlarga ofitsialniy ishni taklif qilaman va sizlarga katta yordami tegayotgan bir tomoniki, patentga pul yordam berib va inshaalloh sizlarni ishga joylashtirib, har 15 kunda rasxod qiladi akalar, opalar. Jonlaringiz sog' bo'lsin, inshaalloh poddershkani kutamiz. Bundan keyingi ishlarimizni xudo xolasa sizlarni poddershkalaringizga qarab, motivatsiyalaringizga qarab ishlarni qo'yib boramiz. Sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar. Kelgusi videorolikda ko'rishguncha, jonlaringiz sog' bo'lsin.